Alternativ reallikdan Zombie Century Marvelning 2149-olamiga tushib qoldi. Qahramonlar yordam bermoqchi bo'lishdi. Afsuski, ular ham zombi virusini yuqtirib olishdi. Virus juda ham tez tarqaldi. Ushbu virusning oddiy virusdan farqi, bunda aql, super kuchlar saqlanib qoladi va eng yomoni, faqat ochlikdan qiynaladi. Shu tariqa virus bir necha kun ichida butun dunyoni qamrab oldi. Qasoskorlar, X odamlar, fantastik to'rtlik, qalqon agentlari, hukumatlar barchasi quladi. Insoniyat deyarli yo'q qilindi. Qiziq fakt, zombilar ongli, gaplasha oladigan va strategik fikrlaydigan edilar. Galactus kumush surferni yerga jo'natdi. Zombilar kumush surferni ham yedilar. Ana endi ochlikdan kosmosga chiqish boshlandi. Kosmosda Galactusni yedilar. Natijada Galactus kuchini olgan zombilar paydo bo'ldi. Keyingi bosqich koinotning yemirilishi. Sayyoralar birin-ketin yo'q qilina boshlandi. Zombi qahramonlar deyarli butun koinotni iste'mol qilishdi. Aynan shu joyda ochlik asta-sekin pasaya boshlaydi. Ba'zilar aqlini tiklaydilar. Bu voqeaning davomi ham bor. Sizga qiziq bo'lsa like bosing, davomini albatta ko'rasiz.